Assalomu alaykum do'stlar. Centrum Holdings kompaniyasiga hozirgi paytda yetib kelganmiz. Nizomiddin hoji akamga oktyabr oyini narxlarini to'liq qilib yoritib bering aka. Yurtdoshlarimiz juda ham ko'p so'rashyapti degan ma'lumotlar, kommentariyalarda juda ham ko'p shov-shuvga ega bo'lgan so'zlarni hozir Nizomiddin hoji akamdan birma-bir so'rab olamiz. Assalomu alaykum Nizomiddin aka. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Yaxshimisiz? Ahmad Xudoga shukr. Nizomiddin aka, hozir ijtimoiy tarmoqda ko'rib turgan bo'lsangiz, Centrum Holdings nomidan narxlarni $1200, $1300 qo'yib yuborishyapti. Aniq o'zi gilamning ofisida narxlar o'zi qanaqa aka? Xo'p, assalomu alaykum hurmatli Centrum Holdings ashaddiy obunachilari. Xo'p, bizda hozirgi paytda oktyabr oyini ham boshlab oldik. Xudo xolasa bizda oktyabr oyiga reyslarni amalga oshirishni boshladik. Xo'p, biz siz aziz obunachilarga oktyabr oyida bo'ladigan narx-navolarni va qat-qatlardan reyslar borligini hozir batafsil ma'lumotini beramiz. Xudo xolasa, xo'p, bizda oktyabr oyida Farg'ona, Namangan hamda Toshkent xalqaro aeroportlaridan reyslarimiz bor. Xo'p, oktyabr oyini 8-oktyabr oyidan 31-oktyabr oyigacha har kuni reyslarimiz bor. Bular Farg'onadan, Namangan hamda Toshkent xalqaro aeroportlaridan bo'ladi. Xo'p, xohlagan sanalaringga o'zlaringni joylaringni bron qilib, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqsalaring, yana qo'shimcha batafsil ma'lumotlarni beramiz, xudo xolasa. Xo'p, aka, narxlarni aytib ketaylik. Juda ham o'zi bilayotgan bo'lsangiz kerak. Shov-shuv bilan keldim, vahima bilan keldim, chunki narx juda ham har xil bo'lib ketyapti. Men ijtimoiy tarmoqda ko'p ko'ryapman, narxlar Centrum Holdings nomidan hamkorlar olyapti. Men hozirgi paytda adashmasam, gilamning ofisida turibman, Voliydagi. Albatta. Narxlarni bitta aytib ketsangiz, Nizomiddin aka. Xo'p, siz aziz obunachilarni kutilmagan holatda, xo'p, bizlarga hozir berilgan savollarga yana bir qo'shimcha ma'lumot tariqasida oktyabr oyining narxlari 12 ta viloyatga $1100 dan qilib beramiz, xudo xolasa. Bemalol xohlagan sanalaringga o'z joylaringni bron qilsalaring bo'laveradi. Hozir aka qarang, narx arzon. Men ko'rgan narxdan ancha arzon. Sharoitlar. Madina ham nima degan gastitsamiz, Makka ham Mukarrama degan gastitsalar masofalar o'zgaradimi, o'zgarmaydimi aka? Albatta, yo'q, o'zgarmaydi. Bu narxlarimiz o'zgarmaydi. To'g'ri savol berdingiz. Hamma obunachilarimizni ko'p savollardan bittasi. Xo'p, gastitsalarimiz oraliq masofasiga kelsak, Madinada 100-150 metrda gastitsamiz, xo'p, Makkada esa 800 metrdan 1 kilometrgacha bo'ladi. Xo'p, albatta bizda 24 soat avtobus xizmatlarimiz ham bor. Bemalol yosh kattalar avtobus xizmatlaridan foydalanib, xo'p, yoshlar bo'lsa bemalol piyoda ham Baytullohga borib namoz o'qib kelsa bo'laveradi. Aka qarang, Madina ham nima necha mahal o'qat, Makka ham necha mahal o'qat? Xo'p, bizda umra safarimizda 14 kunlikda, xo'p, 3 kun Madinada 2 mahal bo'ladi, 11 kun Makkada esa 3 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Albatta, o'zbek po'rlarimiz tomonidan tortiq qilinadi, xudo xolasa. Men o'zi do'stlar ijtimoiy tarmoqda ko'rdim boshqa firmalarni, lekin o'zim Centrum Holdings kompaniyasiga yaqinda borib keldim. Men aka tan berganim Madina ham navarda ham 2 mahal issiqdan. Albatta. Qarang, mashalloh, boshqa tur firmalarda yo'q menimcha. Men boshqa tur firmalar gazetasiga ham kirib ko'rdim. Madina ham navarda 2 mahal shvetskiy deyishardi. Oldin biz ham qo'yganimizda shvetskiy deganmiz. Hozir Madina ham navarda 2 mahal milliy taom, bu aqlga sig'maydigan narsalar qilib berishadi. Centrum Holdingsga tan berish kerak. Albatta. Aka, xudo xolasa sayohatlari ham o'z ichida bo'ladi deb o'ylayman. Madina ham navarda ham, Makka ham Mukarramada ham. Albatta, xo'p, bizda hozir Madinadagi ziyoratgohlarga bir qancha ziyoratgohlarga chiqamiz. Xo'p, bulardan Xurmo bog', Qur'on bosmaxonasi, payg'ambarimiz ravzalariga ziyorat, Baqiy qabristonlari, xo'p, Uhud tog'lari, Qiblatayn, xo'p, Makkada esa Sabr g'ori, Hiro g'ori, Jamorot, Mino, Muzdalifa, albatta Qizil dengizga ham sayohatga chiqamiz, xudo xolasa. Aka, ijtimoiy tarmoqda juda ko'p savollarga javob topish kerak. To'g'ri tushunasiz. Men to'liq javobni beray. Yurtdoshlarimiz aniq bilib borishsin-da, bizdan borishdi. Avtobusda pul yig'ib olish degan narsalar ko'p bo'lyapti yurtdoshlarimiz orqasida. O'sha narsalarga Centrum Holdingsda bormi shunaqa holat? Yo'q, unaqa narsa yo'q. Yo'q-a? Bir marta to'lov qilishadi, bo'ldi. Qolgan payt o'zlarini ehtiyojlariga ishlatsa bo'ladi. Atak avtobus xizmati yoki qandaydir 50 boshlar tomonidan to'lovlar qilaylik yoki to'playlik degan narsalarimiz yo'q. Do'stlar, xudo xolasa pastdagi nomerlarga mabodo xudo xolasa bizdan borgan bo'lsangiz, o'sha yerda turgan bo'lsangiz, birorta inson sizdan pul so'ragan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, muammongizni shuni hal qilib berishadi, xudo xolasa. To'g'rimi aka? Albatta, albatta. Xudo xolasa do'stlar, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqing, shoshiling, joyingizni bron qilib qo'ying, chunki Centrum Holdings kompaniyasi Vodiyda xudo xolasa turli litsenziyaga ega.
bitta vodiyda emas 12 ta viloyat bo'yicha bemalol litsenziyasi o'taveradi. Centrum Holdings kompaniyasi sizlarni har doim umra ziyoratida, umra sayohatida ko'rsa, qalbi xursand bo'ladigan Centrum Holdings kompaniyasi bo'ladi. Do'stlar, xudo xolasa shoshilinglar pastdagi nomerlarga. Albatta, Centrum Holidays ham ibodat, ham ziyorat, ham sayohat bo'ladi. Biz sizlarni Centrum Holidaysda kutib qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.